Yana bitta norchontol bilan ishlashda katta ustunligini aytib o'tamiz. Bu raqobatchilardan oldinda, umuman bozorda eng oldida yurish. Buni qanday qilib erishamiz? Umuman olganda biz norchontol ko'cha xo'jaligida Yevropadan, butun dunyodan eng oxirgi navlarni va paymantiklarni test sinaymiz va buni ishlab chiqarishga taqdim etamiz. Buni katta bog'larda yetishtiramiz. Agarki sizlar norchontol bog'idan olib, kimdir shoxini olib ko'paytirib boshqa qilayotgan bo'lsa, bilingki, siz 5 yil, 6 yil orqadasiz. Buni faqatgina yutishni bitta yo'li bizga murojaat qilib, keyingi yangi navlarimiz haqida ma'lumot olish va o'rik misolida aytadigan bo'lsam, o'rikda o'zini changlatuvchanligi, yirikligi, rangi, ta'mi va eng asosiysi yetishtirishda qulayligi, ya'ni o'ta serhosil bo'lishi kerak va har bitta navni yiriklashtirish rejasini bizda ishlab qo'lga kiritishlar mumkin. Chunki biz yetishtirishda meni o'zimni juda yillik katta tajribam bor va yevropalik mutaxassislar bilan norchontol eskitdan hamkorlik qilib kelamiz va ulardan to'g'ridan-to'g'ri har bitta navni yiriklashtirish rejasi haqida biz tajribalarda doim olib boramiz. Shuning uchun atrofdan mahalliy va xalqaro bozorlarda raqobatni yengish uchun albatta yangi nav va paymantiklarga e'tibor berishlar kerak bo'ladi. Buni hammasini norchontoldan topasizlar.